Assalomu alaykum. Mana navbatdagi mol tarozimizda, xudo xolasa, Andijon Asakaga jo'natyapmiz, aeroport orqasiga, xudo xolasa. Mana shu ko'rinishda mana yuklanadi Damas'larning tomiga yoki Nexia'ning tomiga. Mana shu ko'rinishda joy bo'ladi. Mol tarozi 2 tonnali 2 yil garantiyasi bilan. Mana shu tarozilar mana. Yig'ilgan holati mana shu holatda bo'ladi. Bu reshotkalar ko'tarilgan holat. Mol tarozi va katta tarozlar 60 tonnali, 50 tonnali, 7 tonnali, mana bu yerda 10 tonnali tarozlarimiz. Qo'y tarozlarimiz ichkarida, mol tarozlar bez reshotka deganlar. Kimga qiziq, bemalol murojaat qilaverasizlar. Arzon optim narxlarda ustalardan birinchi qo'l mol tarozlarimiz hamda qo'y tarozlarimiz va albatta yuk mashinalari uchun maxsus tarozlarimiz.